Bunaqa xalq bilan faxrlanmaslik iloji yo'qda. Sizlarga hozir bir qiziq narsa aytib beraman. Hozir do'kondan chiqdim. Surxondaryoliklar, Qashqadaryolik, Andijonlik akalar bu yerda do'konlar ochishgan. Do'konlar endi o'zimizdan kelgan mahsulotlar ham ko'pda u yerda. Keyin bir qirg'iz akamiz yurdi, hammani kuldirib turgan ekan, nima gap deb so'rasam, bu yerda deydi qarindoshlar oldiga deydi keldim, bir ozroq quyruq olardim, dumba yog'i. Ozroq go'sht olamanda, et olamanda chiqib ketaman deb o'yladim deydi. Shunaqa yaxshi muomala qilishdi deydi. O'zbekistondan kelgan novotlar bor deyishibdi, kalbasalar bor deyishibdi. Xullas hammasini olibdi qirg'iz og'aynilar endi. Ancha narsa bo'lib ketibdi-da, shu shirin so'zga aldanib olaveribman deydi. Endi men ham ha zo'r bo'libdi, yaxshi deb endi ozroq tabassum qilgan bo'lsam, bu hech narsa emas deydi. Nima desam, u otasi Toshkentga operatsiya bo'lgani bordi. Bu yuragidan tosh oldirmoqchi ekan. Otasidan xol so'rab, endi Yevropadan, uzoqdan oldingizda bo'la olmadim, yaxshimisiz deb telefon qilsa, otasi hammasi yaxshi. Shunaqa chiroyli muomala qilishyapti deb ana hamshira qizlarni ko'rsatib, bular yana 1-2 marta operatsiya qilsa ham mayli dedimishda. Sizlar bilan faxrlanaman-da bori. O'zbek bo'lish baribir faxr. Bunaqa xalq bilan faxrlanmaslik iloji yo'qda. Sizlarga hozir bir qiziq narsa aytib beraman. Hozir do'kondan chiqdim. Surxondaryoliklar, Qashqadaryolik, Andijonlik akalar bu yerda do'konlar ochishgan. Do'konlar endi o'zimizdan kelgan mahsulotlar ham ko'pda u yerda. Keyin bir qirg'iz akamiz yurdi, hammani kuldirib turgan ekan, nima gap deb so'rasam, bu yerda deydi qarindoshlar oldiga deydi keldim, bir ozroq quyruq olardim, dumba yog'i. Ozroq go'sht olamanda, et olamanda chiqib ketaman deb o'yladim deydi. Shunaqa yaxshi muomala qilishdi deydi. O'zbekistondan kelgan novotlar bor deyishibdi, kalbasalar bor deyishibdi. Xullas hammasini olibdi qirg'iz og'aynilar endi. Ancha narsa bo'lib ketibdi-da, shu shirin so'zga aldanib olaveribman deydi. Endi men ham ha zo'r bo'libdi, yaxshi deb endi ozroq tabassum qilgan bo'lsam, bu hech narsa emas deydi. Nima desam, u otasi Toshkentga operatsiya bo'lgani bordi. Bu yuragidan tosh oldirmoqchi ekan. Otasidan xol so'rab, endi Yevropadan, uzoqdan oldingizda bo'la olmadim, yaxshimisiz deb telefon qilsa, otasi hammasi yaxshi. Shunaqa chiroyli muomala qilishyapti deb ana hamshira qizlarni ko'rsatib, bular yana 1-2 marta operatsiya qilsa ham mayli dedimishda. Sizlar bilan faxrlanaman-da bori. O'zbek bo'lish baribir faxr.